Assalomu alaykum, navoiyliklar. Men Kazakova Munira. Navoiy shahridagi Navoiy ko'chasi Assalom shifokorlar uyidan xonadon sotib olgandim. 2022-yilning aprel oylarida shu xonadonda bir kunni ichida оформление qilib ko'chib o'tgan edim. 2 farzandim bilan 64 metr kvadratlik xonadonda yashab kelmoqda biza. 2022-yilda 360 millionga sotib olingan uyim, ipoteka asosida olganman. Olgan bo'lsam, shu mana hozirgi davomgacha yashab yotibman. Allohga shukr, juda ham yaxshi, hech qayerda dars ketmagan, yaxshi ta'mirlangan xonadonga yashayapman. O'sha vaqtda biz olgan paytimizda uyda ko'pchilik bizani fikrimizni o'zgartirishga harakat qilishgan edi. Bu uylar qimmat, nima keragi bor edi, boshqa firmani uylaridan sotib olsang bo'ladi-ku degan gaplar har kimda har xil fikrlar paydo bo'ldi. Lekin men ikkilanmasdan shu xonadonni xarid qilganimning sababi bir kunni ichida оформление bo'lgani, menga yoqqani, ham toza, shinam, ta'mirlagani, hamma tomonlama jihozlari bilan hattoki bizga topshirilgani. Mana hozirgacha bizada podizlarimiz, yo'laklarimiz, liftlarimiz toza saqlanadi. Misol uchun ta'mir talab bo'lib qolgan bo'lsa, agar yil davomida shirkat tomonidan ta'mirlab kelinadi. Bolalar maydoni yoki mashinalar turadigan turargohlar hammasi toza, ozoda, yaxshi yashab kelyapmiz. Men hech qanday ham bu yashab turgan xonadonimdan afsuslanmayman. Hozirgacha ko'tarilib ketgan uylar narxi biz olgan vaqtimizda 360 million edi. Hozirgi narxi endi o'zlaringizga ayondir.